Diqqat qiling, bugungi ma'lumot juda muhim. Ijtimoiy to'lov, nafaqa, pensiya, kompensatsiya yoki davlat tomonidan beriladigan moddiy yordam olayotgan odamlar uchun xavfli vaziyat paydo bo'lishi mumkin. Men bu mavzuni oddiy vahima uchun emas, aniq tushuntirish uchun ko'taryapman. Chunki birgina noto'g'ri ariza muddati o'tgan hujjat, bank kartasidagi muammo yoki ma'lumotlar bazasidagi xato sababli odam o'z vaqtida pulni ololmay qolishi mumkin. Agar siz yoki oilangizda pensiya oluvchi, bolalar nafaqasi oluvchi, nogironlik nafaqasi oluvchi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasi oluvchi, kam ta'minlangan oila sifatida yordam oluvchi inson bo'lsa, bu videoni oxirigacha ko'ring. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing, chunki bunday ma'lumotlar ko'pchilikning puliga, huquqiga va kundalik hayotiga bevosita ta'sir qiladi. Men avval vaziyat qanday bo'lganini oddiy qilib tushuntiraman. Oldin ko'p hollarda nafaqa yoki pensiya tayinlangandan keyin odam pulni oyma-oy olib yurardi. Albatta, tekshiruvlar bo'lgan, hujjatlar yangilangan, ayrim holatlarda qayta ko'rib chiqilgan, lekin ko'pchilik buni chuqur kuzatmasdi. Odamlar bir marta tayinlandi, endi doim kelaveradi deb o'ylardi. Hozir esa vaziyat boshqacha. Davlat idoralari, banklar, soliq tizimi, kadastr, fuqarolik holati, bandlik, migratsiya va boshqa ma'lumotlar bazalari ko'proq bog'lanmoqda. Bu nimani anglatadi? Bu shuni anglatadiki, biror odamning daromadi o'zgarsa, ishga kirsa, mulki ko'paysa, oilaviy holati o'zgarsa, bola yosh chegaradan o'tsa, nogironlik muddati tugasa yoki hujjatda nomuvofiqlik chiqsa, tizim buni ko'rishi mumkin. Natijada to'lov vaqtincha to'xtatilishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki ayrim hollarda bekor qilinishi mumkin. Eng katta xavf shundaki, ko'p odam muammo chiqqan pul tushmay qolgandan keyin biladi. Masalan, odam odatda har oyning 5 sanasida pul oladi. Shu oy kelmaydi. Bankka boradi, bank bizga pul kelmagan deydi. Tuman ijtimoiy himoya bo'limiga boradi. U yerda sizning hujjatingiz qayta tekshiruvda deyishadi. Keyin odam bir hafta, 2 hafta yuguradi. Shu vaqt ichida uyda oziq-ovqat, dori-darmon, kommunal to'lov, kredit yoki ijara muammosi paydo bo'ladi. Men aynan shuni xavf deb atayapman. Xavf degani hamma puldan ayriladi degani emas. Xavf degani tayyor bo'lmagan odamning to'lovi kechikishi, hujjati qaytishi yoki asossiz qaror chiqsa ham o'z vaqtida e'tiroz bildira olmasligi mumkin degani. Endi kimlar ayniqsa e'tiborli bo'lishi kerakligini birma-bir tushuntiraman. Birinchi guruh pensiya oluvchilar. Yoshga doir pensiya olayotgan odamlarning ko'pida muammo chiqmaydi. Agar hujjatlar to'g'ri bo'lsa, shaxsiy ma'lumotlar mos bo'lsa, bank kartasi faol bo'lsa. Lekin ayrim hollarda pensiya hujjatlarida eski pasport ma'lumotlari, familiya o'zgarishi, tug'ilgan sana bo'yicha tafovut, mehnat stajida noto'g'ri yozuvlar bo'lishi mumkin. Bunday xato yillar davomida bilinmasligi keyin elektron tekshiruvda yuzaga chiqishi mumkin. Masalan, Olim Takis yoshli otaxon 2 million ming so'm pensiya oladi. U 10 yil oldin eski pasportdan yangi ID kartaga o'tgan, lekin bankdagi ma'lumotlar bexil, pensiya tizimidagi ma'lumotlar esa eski raqam bilan qolgan. Bir oy kelib bank kartasi yangilanishi kerak bo'ladi. Bank yangi hujjatni so'raydi. Tizimda nomuvofiqlik chiqadi. Pul butunlay yo'qolmaydi, lekin to'lov kechikishi mumkin. Agar otaxon oldindan bankdagi va pensiya bo'limidagi ma'lumotlarni tekshirtirganida bu muammo oson hal bo'lardi. Ikkinchi guruh nogironlik nafaqasi yoki nogironlik pensiyasi oluvchilar. Bu yerda eng muhim nuqta muddat. Ayrim nogironlik guruhlari muddatsiz belgilanadi. Ayrimlari esa ma'lum vaqtga beriladi. Agar tibbiy mehnat ekspert komissiyasi belgilagan muddat tugasa, odam qayta ko'rikdan o'tishi kerak bo'ladi. Ko'pchilik buni oxirgi oyda eslaydi yoki umuman unutadi. Natijada to'lov to'xtab qoladi. Masalan, ayol kishi ikkinchi guruh nogironlik bo'yicha oyga 200 ming so'm atrofida to'lov oladi. Uning ko'rik muddati 20 marta tugaydi. U fevral oyida hujjat topshirish kerak edi, lekin sog'lig'i yomonligi, navbat yoki xabarsizlik sababli kechikdi. Mart oyida pul tushmaydi. Bu holatda ayol vahima qilmasligi kerak, lekin zudlik bilan oilaviy poliklinika, tibbiy komissiya va tegishli ijtimoiy himoya organiga murojaat qilishi kerak. Chunki muddat tiklansa, ayrim holatlarda to'lov qayta hisoblanishi mumkin, lekin buning uchun hujjat, ariza va asos kerak bo'ladi. Uchinchi guruh bolalar nafaqasi yoki moddiy yordam olayotgan oilalar. Bu yerda tekshiruvlar ko'proq bo'lishi tabiiy. Chunki bu turdagi yordam oilaning daromadi, tarkibi, bolalar soni, mol-mulki va ehtiyoj darajasiga qarab belgilanadi. Agar oilada kimdir rasmiy ishga kirsa, daromad oshsa, yangi avtomobil yoki ko'chmas mulk rasmiylashtirilsa,
Oila tarkibida o'zgarish bo'lsa, tizim buni hisobga olishi mumkin. Misol keltiraman. Oilada 3 nafar bola bor. Ona bolalar nafaqasi oladi. Avval norasmiy ishlagan, keyin rasmiy ishga kirib, oyiga 4 million so'm maosh ola boshladi. Bu yaxshi yangilik, lekin nafaqa mezonlariga ta'sir qilishi mumkin. Agar oila daromadi belgilangan mezondan oshsa, keyingi muddatda nafaqa uzaytirilmasligi mumkin. Bu adolatsizlik degani emas, bu tizim ehtiyojmandlikni qayta baholayapti degani. Ammo muammo shundaki, ayrim oilalar daromadni yashirishga urinadi yoki o'zgarishni tushunmaydi. Keyin ortiqcha to'langan summa qaytarilishi talab qilinishi mumkin. Men buni eng xavfli nuqtalardan biri deb bilaman. 4-guruh boquvchisini yo'qotganlik pensiya oluvchilar. Bu pensiya ko'pincha farzandlarga, ayrim hollarda mehnatga layoqatsiz oila a'zolariga beriladi. Bu yerda yosh, o'qish holati va hujjatlar muhim. Agar bola 18 yoshga to'lsa, lekin oliy ta'limda kunduzgi bo'limda o'qiyotgan bo'lsa, u tegishli ma'lumotnomani vaqtida taqdim etishi kerak bo'lishi mumkin. Agar ma'lumotnoma kechiksa, to'lov to'xtab qolishi mumkin. Masalan, talaba sentyabr universitetga kirdi. Lekin pensiya bo'limiga o'qish joyidan ma'lumotnoma topshirmadi. Oktyabr yoki noyabrda to'lov kelmay qoladi. Keyin talaba men o'qiyapman-ku deydi. Ha, o'qiyapti, lekin tizimda bu tasdiqlanmagan bo'lishi mumkin. Shuning uchun har bir o'quv yili boshida o'qish joyidan rasmiy ma'lumotnoma olish, unda kunduzgi ta'lim shakli aniq yozilganini tekshirish kerak. 5-guruh bank kartasi orqali pul oluvchilar. Bugun ko'p to'lovlar plastik karta orqali keladi. Bu qulay, lekin karta muddat tugasa, bloklansa, egasining shaxsiy ma'lumoti yangilanmasa, telefon raqami o'zgarsa, SMS xabarnoma ishlamasa, odam pul tushmaganini bilmay qolishi mumkin. Ba'zida pul tushgan bo'ladi, lekin karta ishlamaydi. Ba'zida karta faol, lekin to'lov tashkilotdan chiqmagan bo'ladi. Bu ikki holatni aralashtirmaslik kerak. Men doim shuni aytaman. Bank pul kelmadi desa, bu hali sizning nafaqangiz bekor bo'ldi degani emas. Bank faqat o'ziga kelgan pulni ko'radi. To'lov nima uchun kelmaganini aniqlash uchun tegishli ijtimoiy himoya organi, pensiya jamg'armasi yoki nafaqa tayinlagan tashkilot bilan gaplashish kerak. Kimlar kamroq xavotir olishi mumkin? Agar sizning hujjatlaringiz to'liq, bank kartangiz faol, telefon raqamingiz o'zingizning nomingizda, oilaviy va daromad holatingizda yashirilgan o'zgarish yo'q, nogironlik muddati tugamagan, bola yoshi yoki o'qish holati bo'yicha muammo yo'q bo'lsa, katta ehtimol bilan sizda jiddiy xavf yo'q. Lekin baribir tekshiruv qilish zarar qilmaydi. Chunki xato har doim odamning aybi bilan chiqmaydi. Ba'zan tizimda ism bir harf bilan boshqacha yozilgan bo'ladi. Ba'zan eski pasport raqami qolgan bo'ladi. Ba'zan bankdagi ma'lumot yangilanmagan bo'ladi. Endi istisnolar. Yashirin tuzoqlar va ko'pchilik bilmaydigan nozik joylarga o'taman. Birinchidan nozik joy. Ortiqcha to'lov masalasi. Ba'zi odamlar davlat o'zi tashlabdi, demak meniki deb o'ylaydi. Lekin agar to'lov sizga noto'g'ri tayinlangan bo'lsa yoki sharoitingiz o'zgargandan keyin ham pul kelishda davom etgan bo'lsa, keyinchalik ortiqcha to'langan summa qaytarilishi so'ralishi mumkin. Bu ayniqsa daromad, oila tarkibi, nogironlik muddati yoki o'qish holati bo'yicha ma'lumot kech yangilanganda uchraydi. Masalan, oila bolalar nafaqasini 6 oy davomida oldi. 3-oyda o'ta rasmiy ishga kirdi, daromad mezondan oshdi. Lekin bu haqida hech kimga xabar bermadi. Keyin tekshiruvda aniqlansa, so'nggi oylar uchun to'langan pul bo'yicha savol tug'ilishi mumkin. Har bir holatda qaror hujjatlarga qarab qabul qilinadi. Lekin men tomoshabinlarga maslahat beraman. O'zgarishni yashirish keyin kattaroq muammoga olib keladi. Ikkinchi nozik joy, propiska yoki yashash manzili. Ba'zi yordam turlari odamning haqiqiy yashash joyi, mahalla, tuman yoki oila tarkibi bilan bog'liq bo'ladi. Agar siz bir joyda ro'yxatda turib, boshqa joyda yashasangiz, bolalar boshqa manzilda o'qisa, oila a'zolar alohida ro'yxatda bo'lsa, tekshiruvda savollar paydo bo'lishi mumkin. Bu avtomatik ravishda to'lov bekor bo'ladi degani emas. Lekin siz buni hujjat bilan tushuntira olishingiz kerak. 3-nozik joy, oilaviy tarkibdagi o'zgarish. Nikoh, ajrim, farzand tug'ilishi, farzandning voyaga yetishi, oila a'zosining vafoti, kimningdir chet elga ketishi yoki qaytish yordamga ta'sir qilishi mumkin. Ayniqsa kam ta'minlangan oila sifatida yordam oluvchilar buni e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Chunki tizim oiladagi har bir a'zoning daromadi va holatini hisobga olishi mumkin. 4-nozik joy, norasmiy daromad va bank aylanmalari. Rasmiy maosh bo'lmasa ham, ayrim hollarda katta bank o'tkazmalari, doimiy pul tushumlari, tadbirkorlik belgilariga o'xshash harakatlar savol tug'dirishi mumkin.
Men buni qo'rqitish uchun aytmayapman. Masalan, qarindosh chet eldan pul yuborsa, bu ham tushum. Agar bu muntazam va katta bo'lsa, ehtiyojmandlik bahosiga ta'sir qilishi mumkin. Shuning uchun men ishlamayman degan gap har doim ham to'liq rasmni bermaydi. Tizim umumiy moliyaviy holatni ko'rishi mumkin. 5. Nozik joy, hujjatdagi mayda xatolar. Familiyada bitta harf farqi, tug'ilgan sanada kun va oy almashishi, pasport seriyasi noto'g'ri kiritilishi, bola tug'ilganlik guvohnomasi raqamidagi xato, bank hisob raqamining noto'g'ri bog'lanishi to'lovni ushlab qolishi mumkin. Oddiy odam uchun bu mayda ko'rinadi, lekin elektron tizim uchun bu boshqa shaxs degani bo'lishi mumkin. 6. Nozik joy, qo'shnim oldi, men nega olmadim degan taqqoslash. Men bunday savolni ko'p eshitaman. Ikki oila tashqaridan bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ichki hisob kitob boshqacha bo'ladi. Bir oilada rasmiy daromad bor, boshqasida yo'q. Birida avtomobil bor, boshqasida yo'q. Birida oilaga kiruvchi shaxslar soni ko'p, boshqasida kam. Birida bola 12 yoshdan kichik, boshqasida allaqachon yosh chegarasini o'tgan. Shuning uchun qo'shni bilan solishtirib janjal qilishdan ko'ra, o'zingizning qaroringizni yozma asosda so'rash to'g'riroq. 7. Nozik joy, telefon orqali kelgan shubhali xabarlar. Hozir firibgarlar ham aynan shunday mavzulardan foydalanadi. Nafaqangiz to'xtaydi, kartangizni tasdiqlang, pensiya pulingizni saqlab qolish uchun kodni ayting. 21 million oluvchilar ro'yxatida siz ham borsiz. Havolaga kiring degan xabarlar kelishi mumkin. Men qat'iy aytaman, bank kartangiz kodi, SMS tasdiqlash kodi, PIN kod karta orqasidagi raqamlarni hech kimga aytmang. Haqiqiy davlat organi sizdan Telegram orqali karta parolini so'ramaydi. Agar xabar shubhali bo'lsa, havolaga kirmang, rasmiy raqamga qo'ng'iroq qiling yoki idoraga boring. Endi eng muhim qism, siz hozir nima qilishingiz kerak? Men buni qadam-baqadam aytaman. Birinchi qadam, o'zingiz olayotgan to'lov turini aniq biling. Bu yoshga doir pensiyami? Nogironlik pensiyasimi, bo'g'uvchisini yo'qotganlik pensiyasimi, bolalar nafaqasimi, moddiy yordam yoki boshqa kompensatsiyami? Chunki har birining qoidasi, muddati, hujjati va mas'ul idorasi boshqa bo'lishi mumkin. Ikkinchi qadam, hujjatlaringizni tekshiring. Pasport yoki ID karta, tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili, telefon raqami, bularning hammasi bir-biriga mos bo'lishi kerak. Agar familiya o'zgargan bo'lsa, eski hujjat bilan yangi hujjat o'rtasida bog'lovchi hujjat bo'lishi kerak. Masalan, nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat. 3. qadam, bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi, bloklanmaganmi, hisob raqami faolmi, SMS xabarnoma ishlayaptimi? Telefon raqami sizning nomingizdami? Bularni bankdan aniqlang. Agar karta muddati tugagan bo'lsa, yangi karta oching va tegishli tashkilotga yangi karta yoki hisob ma'lumotlarini topshiring. Faqat kartani almashtirishning o'zi yetmasligi mumkin. To'lov yuboriladigan hisob ham yangilanishi kerak. 4. qadam, agar to'lov kelmay qolsa, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Albatta, avval telefon qilib yoki borib so'rang. Lekin muammo cho'zilsa, yozma ariza bering. Arizada ism, familiyangiz, pasport yoki ID ma'lumotingiz, yashash manzilingiz, telefon raqamingiz, olayotgan to'lov turi, oxirgi marta qachon pul tushgani va hozir nima muammo bo'layotganini aniq yozing. Menga nega pul tushmayapti? Sababini yozma ravishda tushuntirib berishingizni va to'lov holatini tekshirishingizni so'rayman deb yozish mumkin. 5. qadam, hujjat topshirganda nusxa yoki ro'yxat olib qoling. Ko'p odam hujjatni beradi, keyin men topshirgan edim deydi. Lekin qo'lda isbot bo'lmaydi. Agar imkon bo'lsa, arizangiz kirim qilingan raqamni oling. Elektron topshirsangiz, tasdiq xabarini saqlang. Idoraga borsangiz, qabul qilingan sana va mas'ul xodimni yozib qo'ying. Bu keyin nizoli vaziyatda juda kerak bo'ladi. 6. qadam, agar sizning holatingiz o'zgargan bo'lsa, buni yashirmang. Ishga kirgan bo'lsangiz, bola 10 yoshga to'lgan bo'lsa, talaba o'qishni tugatgan bo'lsa, nogironlik muddati tugagan bo'lsa, oila tarkibida o'zgarish bo'lsa, tegishli idoraga xabar bering. Bu ba'zida to'lov kamayishi yoki to'xtashiga olib kelishi mumkin. Lekin keyinchalik qarzdorlik chiqishidan yaxshiroq. Men mutaxassis sifatida shuni aytaman. Huquqni himoya qilish uchun avvalo ma'lumot to'g'ri bo'lishi kerak. 7. qadam, agar qaror bilan rozi bo'lmasangiz, e'tiroz bildiring. Menga bermadi, demak bo'ldi deb taslim bo'lmang. Avval rad etish sababini yozma oling. Keyin hujjatlaringizni solishtiring. Balki daromad noto'g'ri hisoblangandir. Oila tarkibida xato bordir.
mulk sizga tegishli emasdir. Bola haqidagi ma'lumot yangilanmagandir. Shunday holatda qo'shimcha hujjat bilan qayta murojaat qilish mumkin. Zarur bo'lsa, yuqori turuvchi tashkilotga yoki sudga murojaat qilish huquqi ham bor. Lekin har doim dalil bilan harakat qiling. 8-qadam yaqinlaringizga yordam bering. Keksalar, nogironligi bor insonlar, yolg'iz onalar, chekka hududda yashaydiganlar ko'pincha elektron tizim, bank ilovasi yoki ariza tartibini yaxshi bilmaydi. Agar siz buni tushunsangiz, ota-onangiz, qo'shningiz, qarindoshingizga tekshirib berishingiz mumkin. Ba'zan bitta telefon qo'ng'irog'i yoki bitta ma'lumotnoma vaqtida olingani butun oilani bir oylik muammodan qutqaradi. 9-qadam, shubhali odamlarga ishonmang. Men pulingizni chiqarib beraman, nafaqani tezlatib beraman. Ro'yxatdan o'tkazib qo'yaman, faqat kartangizni bering degan gaplarga aldanmang. Rasmiy to'lov rasmiy tartib bilan hal bo'ladi. Sizdan pora karta kodi oldindan pul yoki shaxsiy maxfiy ma'lumot so'rayotgan odam xavfli. Agar kimdir shunday taklif qilsa, uning ismi, telefoni, yozishmalarini saqlang va tegishli organlarga murojaat qiling. 10-qadam har oy pul tushishini nazorat qiling. Bu oddiy tuyuladi, lekin juda muhim. Pul kelgan sanani yozib boring. Miqdor o'zgarsa, sababini aniqlang. Masalan, oldin 1.500.000 so'm tushgan, keyin 1.200.000 tushdi. Bu indeksatsiya emas, kamayish. Nega kamayganini bilish kerak. Ba'zida ushlab qolish bo'lishi mumkin. Ba'zida to'lov turi o'zgargan bo'lishi mumkin. Ba'zida xato bo'lishi mumkin. Men yana bir muhim narsani aytaman. Vahima qilmang, lekin befarq ham bo'lmang. Bugungi tizimda ma'lumotlar tezroq tekshiriladi. O'zgarishlar tezroq ko'rinadi. Xatolar ham tezroq yuzaga chiqadi. Bu yaxshi tomoni bilan adolatni kuchaytiradi. Yomon tomoni bilan hujjati tartibsiz odamni qiynab qo'yishi mumkin. Shuning uchun eng to'g'ri yo'l hujjatlarni to'g'rilash, muddatlarni kuzatish, rasmiy javob talab qilish va o'z huquqingizni dalil bilan himoya qilish. Demak, bugungi mavzuda asosiy gap bitta. Ijtimoiy to'lov olayotgan odamlar o'z hujjati, bank kartasi, oila tarkibi, daromadi, nogironlik muddati va o'qish ma'lumotini tekshirib qo'yishi kerak. Xavf hamma puldan ayriladi degani emas, lekin beparvolik sababli to'lov kechikishi, qayta tekshiruvga tushishi yoki noto'g'ri qaror chiqishi mumkin. Men sizga maslahat beraman. Bugunoq yaqinlaringiz bilan gaplashing. Kim qanday to'lov olayotganini aniqlang. Hujjatlarni bir joyga yig'ing. Kerak bo'lsa tegishli idoraga murojaat qiling. Ayniqsa keksalar, nogironligi bor insonlar, bolalar nafaqasi oladigan oilalar va talaba farzandi bor oilalar bunga jiddiy qarasin. Sizda shunday holat bo'lganmi? Pul kechikkanmi? Nafaqa to'xtaganmi? Hujjat sabab muammo chiqqanmi? Fikringizni izohlarda yozing, boshqalar ham tajribangizdan foyda oladi. Videoni foydali deb bilsangiz like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni yaqinlaringizga yuboring. Bitta vaqtida berilgan ogohlantirish kimningdir bir oylik daromadini saqlab qolishi mumkin.